Voydod, hamma ulgurayapti, nimaga men ulgurmayman degan holat sizda ham bo'layaptimi? Qarang, kuningizni tartiblab olmasangiz, ishoning, mana shu holat sizni tark etmaydi. Bu uchun 3 ta sizga tavsiya. O'zimda tashkil qilib natijaga erishgan tavsiyalarim. Birinchisi, kuningizni boshlashdan oldin bugun nimani bajarmoqchisiz? Albatta yozib oling. Bu sizga yodingizdan ko'tarilmasligiga va tartibga solib juda ko'p natijaga erishishingizga yordam beradi. Ikkinchisi esa albatta quvvatlanish uchun ovqatlanishingizni, tartibingizni, dam olishingizni, uyqungizni tartibga solib oling. Bu juda ham muhim. Uchinchisi esa delegirovать qilishni o'rganing. Ya'ni hamma vazifani yelkangizga olmasdan ularni kimgadir berish mumkin bo'lsa, taqsimlang va bu orqali kuningizdagi maksimum natijalarga erishasiz. Bundan tashqari ham qiladigan bir qancha vazifalar bor. 1 daqiqada ulgurmayman. Shuning uchun ular qiziq bo'lsa, keyingi videolarimni albatta ko'ring va meni qo'llab-quvvatlash uchun yurakchangizni bosib qo'ying.